Paxtakorda o'zgarishlar. Ayman Husayn tushdi va biz sof markaziy hujumchisiz Paxtakorni ko'rdik. Bu bironta jiddiy vaziyatni taqdim etmadi, faqatgina Hojimat bitta jarima ishladi-yu, Akmal Mazgavoy shu jarimadan zarba. Endi Ayman Husayn markaziy hujumchi rolida, Hojimat Erkinov hamda Flamarion qanotlarni egallashadi. Erkinov ichkariga, Erkinov. To'p uzatishdi, noaniqlik. Undir berishadi jamoalar. Turning markaziy o'yiniga mos bahsni ko'rmoqdamiz. Bosh bilan zarba. Nima ofsayd masalasini ko'rib chiqmoqchi. Endi qaytamiz. Gol inobatga olindi. Keyinroq balkim fursati bo'lsa ko'rarmiz. Hozir esa Paxtakorning hujumi. Ayman Husayn uzatib bera oldi. Davom etadi. Sherzod Nasrullayev markazga, Muxtorov diqqat bilan turdi va to'pni qaytardi. Yuqoridan to'p uzatildi. Yana bir palaparchiliklar. Hakam hujumda foulni qayd etayotganini ko'rmoqdamiz. Ayman Husaynning ustiga minib olay dedi hozir Mladovich. Mana bu ko'rgandik. Mana qarang, raqibning ustiga tayanib olib erkinlik bermaslik uchun shunday o'ynayapti. Akmal hozir Paxtakorning ishqibozlari, jamoa rahbariyati, murabbiylar hamma Mazgavoyning zarbasidan umidvorlar. Shahbaz Jo'rabek Paxtakorning ikki futbolchi orasiga kirib oldi, to'siq bo'laman deb hakam ruxsat bermadi. Nega dedi? Mumkin emas bo'ldi. Akmal Mazgavoy pas berdi. Flamarion o'rtaga. Kutilmaganda kombinatsiya o'ylab topishgandi. Birinchi pas o'tdi muvaffaqiyatli, lekin soniyalar hujumni yakuniga yetkazishga hakam qo'yib beradi albatta. Hojimat Erkinov o'tyapti to'p. Paxtakorning hujumini ko'ramiz. To'p jarima maydonchasida. Mazgavoy yuqoridan Flamarion Ayman Husaynga yetib bormadi. To'pga tegindimi Ayman Husayn? Boya jarima ishladi-ku.